Assalomu alaykum. Butun Instagram qarasam bitta narsani hozir ashudlash qilishyapti, muhokama qilishyapti. Bu ham bo'lsa Toshkentlik Jamila ismli qiz va uni aldab ketgan Shahzod ismli bola. Xo'p, bu yerda aybdor kim? Meni o'zimni shaxsiy fikrim bo'yicha 50 ga 50. Bu yerda bolani ham, qizni ham aybi bor. Nima uchun? Hozirga tushuntirib beraman. Oddiygina sxema. Hurmatli qizlarjonlar, ikki xil hayot bor. Birinchisi kino, serial, Instagram. Ikkinchisi achchiq bo'lsa ham haqiqiy hayot. Xo'p, kinolarda nima bo'ladi? Oradan 1 yil o'tdi. Qora ekran, bola inamarkalarda yuribdi. 2 etajlik uylar qurib qo'ygan. Bu Instagram, kino, serial. Haqiqiy hayot. Xohlagan biznesni boshlagan odam 3 yilda daromadga chiqadi. Tajribali biznesmenlar bu muddatni 5 yil deb hisoblashadi. Bu degani 5 yil ichida u topgan pulni mana shu biznesga tiqishda davom etadi. Uni gelik olishga, BMW olishga ortiqcha puli yo'q. Kimda kim 1 yil ichida mana shunaqa mashinalar olib, mana shunaqa to'kin hayotni kimgadir ko'z qilsa, значит, u odam kimnidir hisobiga bu ishni qilyapti. Qizlarimizni xatosi esa mana shunaqa bolalarga ishonishyapti. Mana shu singlimiz bilan bo'lgan voqealardan keyin ko'pchilik qizlar o'zlariga kerakli bo'lgan darsni olishdi. Qizlar, hayot Instagram, kino, serial emas. Hayotning o'zini achchiq haqiqatlari bor. Ko'zlaringizni ochinglar.